berilib, bir-birimizga onlayn motivatsiya. To'g'ri, oson emas edi. Hamma sharoiti bor uyimizni tashlab, shunaqa sharoitdagi uyda yashashga ham rozi bo'ldik. Asosiysi bolalarim dadasi bilan birga ulg'ayishi va bir oila bo'lishimiz. To'g'ri emasmi? Oila ko'pchilik internetda ko'rsatgandek faqat chiroyli lahzalar emas. Haqiqiy oila bu har qanday holatda bir-birini qo'llab-quvvatlash, yelkama-yelka kurashish degani. Xullas, oyiga $1500 to'laydigan uyimiz, ichida hattoki divani ham yo'q. Bo'm-bo'sh xonalar. Lekin biz noshukrlik qilmadik. Yuragimizda shukur bor edi. Chunki bu uyda butun oila bir joyda edi va farzandlarimiz sog'-salomat. Kelayotganimda Angliyada hech kimni tanimas edim. 10 kun internetsiz, ikkita yosh bola bilan hamma narsani joyiga qo'yishim kerak edi va men buni uddaladim. Kechalari o'g'lim uxlamas, kunduzi qizim e'tibor so'rardi. Uy ishlari esa meni kutardi. Ammo men kuch topdim, sabr qildim va orzularimdan voz kechmadim. Gapim ko'p, keling qolganini 3-qismda ko'rasiz. Ha, aytgancha, nega hali ham obuna bo'lmadingiz? Sizdan oldingi obunachilarimning qo'llab-quvvatlashi tufayli men hozir sizning ekraningizdaman.